Biz hozir Yunusobod tumanida 3 qavatli joy majmuasini qayta ixtisoslashtirib, savdo va maishiy xizmatga to'g'irlaganmiz. 3 qavat loyihasini hozir qildik. Bu joyni o'zinglar ko'rgan bo'lsanglar, mana shu joyimizda mana ko'rsanglar, qatlavan qismida ish boshlaganmiz. Biz kelgan paytimizda qatlavan bo'lgandik. Qatlavanning holati nima uchun ish to'xtaganki, boshida loyiha qilishdan oldin uy egalari joyi buzib tashlab, bir qavat yoki 2 qavat loyiha qilamiz deb ikkilanib turgan paytda qo'shimcha bularga qo'yilayotgan talablar o'zligini xohishligi ko'payib ketib, 3 qavat loyiha qilishga o'zlashtirishni boshlagan. Shu paytda bizga murojaat qilishdi. Biz qatlavanni oldin o'rganib chiqdik, geografiklarni o'rgandik, geologik ishlarni o'rgandik. Professional qilib loyihani joylashtirdik, chizishni boshladik.